Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Biz bu yil 500 mingga maqsad qilgandik. Shu maqsadlarimizdan mana bittasini amalga oshirdik. Yana ko'rganingizdek chiroyli ofisga ko'chdik. Buni hozir muhimligini ham tushuntirib beraman. Mana bu joyim. Men o'tiradigan joy. Bu yerda taxminan 15 ga yaqin kishi o'tiradi. 12 tadan 15 tagacha kishi o'tiradi. Bu yerda bizning jamoamiz. To'liq dasturchilar va software as a service bo'limimiz bor. Shular ishlatadi. Hozir boshqonani ham sizga ko'rsataman. Bu yoq kirish xonamiz. Mana bu yoq kirish. Bu yoqda open space. Yana borlik kengayadigan bo'lsak, bolalar olgan paytimizda qo'shmoqchimiz. Bu tarafda yana ikkita xonamiz bor. Oldingi ofislarda bo'ladigan muammomiz bizda uchrashuv xonasi alohida bo'lmasdi. Bu yerda bizning alohida shinam uchrashuv xonamiz bor mana. Va yana bitta zo'r sharoit bor, qaranglar. Bizda mana bolalar ertalabdan kelgani uchun charchab qolishadi. Ham aqliy salohiyat talab qiladigan bu kompyuterda o'tirishadi kun bo'yi, shuning uchun aniq qopcha qo'yib qo'yganmiz. Bolalar bemalol kirib turib 15 minutga 20 minutga tashlab olsa bo'ladi. Biz uyquni taqiqlamaymiz. Nimaga? Sabab uyqusi kelib qolgan paytda 4 soat lanjlanib ishlagandan ko'ra 15 minut 20 minut tashlaveradigan bo'lsa, uyquga keyin miyasi svejiy bo'ladi va yaxshiroq, samarador bizga ishlab beradi. Sotuvchilar xonasi, bizda sotuvchilar uchun, operatorlar uchun alohida xona bor. Yana bitta muammo, oldimizda sotuvchi bo'lmasdi. Endi kengayotganimiz uchun sotuvchilar ham olib boshlaganmiz. Mana bu yerda alohida ko'rganingizdek maxsus o'zini stollari ham bor. Bu yerda yana bitta xonamiz bor. Bu yerda mana bola o'tiradigan xona, alohida jamoa uchun orqa tarafda chiroyli bo'lib park ko'rib turadi. Bu yerda shinam samolyotimiz bor. Va nihoyat eng muhim nuqtamiz oshxona. Oshxonamizni krutoy qismini tushuntiraman. Mana shu kamerada turgan akamizni kofe mashinkalari bor. O'shani olib kelib qo'yishgan. Alohida bolalar uchun, qadrli jamoamiz uchun biz kofe mashinka qilib qo'yganmiz. Kofe mashinkadan ertalab kelib chashkachalar bilan original kofelar. Mana kofechamiz ham bor. Kofelarni ichishadi. Va zerikkan paytimiz aytdim-ku boya endi uyqu keladi, boshqa bo'ladi, har xil holatlarda aql salohiyat talab qilgani uchun bu yoqqa parkka tushib biz badminton o'ynaymiz. Ana yerda o'zimizning nuqtachamiz bor. Bitakimiz o'sha yerda badminton, energiya qat'iy olish o'ynaymiz. Xudo xolasa choy ustida yordamimiz tegsa, xursand bo'lamiz, chaqchaqlashamiz.